Oyijon, nima qilyapsiz? Senga choy tayyorlayapman. Bugun choyga nima? Bugun senga non bilan sut tayyorladim. Ichib olamizmi? Yana sutmi? Dadam qayerdalar? Dadam bo'lganda menga sut, sariyog', kolbasa olib kelardilar. Nega dadam uyimizga kelmayaptilar? Qizim, bilasan-ku, hozir uzoq safardalar. Qaytib kelsalar yana oldingidek ko'p narsalar olib keladilar, xo'p? Xo'p bo'ladi oyijon. Bugun kelishingga nima ovqat qilib qo'yay? Osh pishira qoling. Xo'p, bolam, osh yeging kelsa osh qilamiz. Yur hozir, choy ichib olaylik. Jamshid yaxshi ishlayapsizmi? Jamshid dam oldi. Bugun manman. Qizim osh qilib bering deganda, shunga masalliqlarni qarzga olib tursam bo'ladimi? Bilaman, shundoq ham qarzimiz ko'payib ketdi. Senga bitta taklifim bor. Ke ora-orada ko'rishib turamiz. Faqat sen men bilamiz. Bozorlikdan kam ko'sting bo'lmaydi. Bozorlikni o'z uyiga kirib turadi. Xo'sh, qalay. Taklifim yoqdimi? Oramizda qoladi domanu. Hech kim bilmaydi. Balki shartiga rozi bo'larman. Hech kim bilmaydi, deyapti-yu. Kim bilardi? Men ham bunaqa qiynalib yurmasdim. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Men ham bolam ham och qolsak qolamiz, lekin men hech qachon zino qilmayman. Odam ekansiz. Bor. Qarzing to'lab ketishingiz zina chiqmasa. Ey Xudo. Farzandimni harom luqma bilan boqishdan o'zing asragin. Eri bu mushkulni oson qilgin. Yolg'izning yori o'zimman degansan. Mana yolg'iz qoldim. Ey Xudo, o'zing yo'l ko'rsat. Uyimizga kimdir kelibdimi? Assalomu alaykum. Kechirasiz, Zamira sizmisiz? Ha. Men Abzalbek Sodiqovman, Murodjonning rahbari. Men haqimda aytganlar. Ha, aytadilar, chet elda degandilar shekilli siz. Bo'lgan ishlarni eshitib, ishlarimni joy-joyiga qo'yib kelgunimcha oradan vaqt o'tib ketdi. Siz hech narsadan xavotir olmang. Biz kompaniyamiz va shaxsan men Murodjonga ishonaman. U juda halol yigit. O'zim bilan kuchli advokatlarni olib kelganman. Ular ertadanoq ish boshlashadi. Xudo xolasa 1-2 kunda Murodjon oldinglarda bo'ladi. Aytgancha, Zamira, mana buni oling. Murodjon bitta qizim bor degandi. O'zingizga, qizingizga narsa olasiz. Olavering. Bu yog'iga hammasi boshqacha bo'ladi. Tez kunda Murodjon bilan birga ko'rishamiz. Joyga kirsangiz bo'lardi. Ey Xudo, o'zingga shukr. Nolalarimni eshitganingga shukr. Endi borib chiroyli bozorlik qilib kelaman. Qizim kelguncha osh tayyorlab qo'yaman. Xo'sh, ona qizim, men yo'ligimda qiynalib qolmadinglarmi? Yo'q, dadajon, qiynalmadik. Uyimizni chiroyli qilib remont qilib berdingiz. Rahmat dadajon sizga. Hoy, ota bola yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rosa sog'inimiz bir-birimizni. Ovqatim tayyor bo'lib chiqasizlarmi? Xo'p, hozir tayyorlab turur. Borib kiyimingizni almashtirib oling. Hozir muncha shoshirding. Qizim borsan ham kiyimni almashtirib chiq, xo'p? Hozir men o'zim qarayman. Siz? Ha, men. Murod uydamidi? Hozir. Assalomu alaykum Zodil aka. Nima qilib turibsiz? Qani uyga kiramiz? Ozgina puldan yordam qilib tura olaysanmi? Mayli. Xo'p, aka. Mana shu pulni ishlatib turing. Yana agar kam ko'st bo'lsa yetarsiz, aka. Ukam.
Senga bir maslahat bersam maylimi? Zinoni kasri yomon ekan. Mana mendan qiyos. Bor butumdan ayrildim. Mashinalarim, uylarim sotilib ketdi. Buning ustiga farzandlarimni kasali. Ayolim rak kasali. Ustim menga balolik kelyapti. Qarz bo'lmagan joyim qolmadi. Qo'ni qo'shnilardan ham qarz bo'lib ketdim. Oldin odamlar mendan qarz bo'lishardi. Hozir men hammadan qarzman. Ukam, senga bir maslahat. Hech qachon zinoni ko'chasidan yurmagin. Erkak kishini kafanga qilar ekan.